Ha do'stlar, assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Suzumi Gaming. Biz ancha tanaffus qilgandik, chunki aktivimiz tushib ketgan edi. Hozir yana qaytaryapmiz va bugun afsuski bizani aldashdi yana. Bu ofitsialniy botlar aralashishimizni unchalik bilmagandik. Hozir to'g'risi o'zim tushkunlikka tushib qolganman. Mana ko'rib turishingiz mumkin invertorni. Hech nima qolmadi. 500 gold chiqsa chiqadi. 15,000 gold bor edi. Mana sizlarga mana ko'rsataman, yo'q. Mana chiqatiga hech kimga bermaganman, mana sotganman-da hammasini. Mana bu Mario bot degan botga 6,500 gold sotganman. Keyin yana pastda yana 400, keyin 5,000 bor, o'shani ham bermadi. Uchalasini bitta qilib qildim. U bloklardi. Mario botda hozir ekranda ko'rsataman. Ekranda chiqadi o'zi. Ishonmanglar do'stlar, goldni arzon aytadi. Keyin sotasanmi bu deydi, keyin sotib qo'ymanglar. Mana shu setga pul yig'otgandim. Afsuski endi gold ham yo'q. Endi ham nima deymiz endi? Boshimizda bor ekanda. Patishka qilishinglarni so'rayman. Mana skillarni oldingi safarda qo'yib qo'yganimiz hali hech kim sotolmadi. Aktivni chiqarib tursanglar yana video ham chiqaramiz, mayli. Mana avval ko'rgandinglar qanaqa ahvolda edi, mana anaqam bayonetlar bor edi, yana boshqalari bor edi. Mana hammasi mana shu Mario Gold bot ketdi. Va u shubhasiz bloklardi va undan keyin yozmadi. Bugun bo'lgan voqea. Afsus. Endi qo'ldan kelgancha yordam beraversanglar. Endi skinlarni sota olmaydiganlar like bosib qo'ysa bo'ldi. Ko'rasizlar. Yo'q, hech nima prodajaga qo'yganlarim. Ishonib qolmanglar, ofitsialniy botlar ham aldayapti уже. Skinlar sota olasizlar agar iloji bo'lsa, agar imkoniyatingiz bo'lsa, podpiska bosib, like bosib ketaverasizlar. Aktiv bomba qilib tursanglar, hali ko'p videolar chiqaramiz. Ideya ko'p, lekin aktiv bo'lmagani uchun sal aktiv ham yo'q, endi invertor ham chala. Ofitsialniy o'zini bot yigitida har doim gold oladigan. Endi sirasi aldab ketgan g'alatida. Men bunga pul yig'otgandim-da. Oqsatga. Mayli, nima deymiz? Aktiv bomba qilib turinglar, bomba. Yangi video chiqaramiz, yana podpiska bosib ketinglar.